Muhtaram Prezidentimiz tashabbuslari bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida Ijtimoiy himoya milliy agentligi tashkil etildi. Bu bilan birga respublikaning barcha hududlarida Inson ijtimoiy xizmatlari markazlari o'z faoliyatini boshladi. Bu islohotdan ko'zlangan asosiy maqsad ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularga ijtimoiy xizmatlar va yordamlar ko'rsatish hamda ularning ijtimoiylashuvini ta'minlashdan iboratdir. Hozirgi kunda Ellikqal'a tumani Inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarga jami 103 ta xizmatlar va yordamlar ko'rsatib kelinmoqda. Shuningdek, tumanning 40 ta ovul va mahallalarida 40 nafar ijtimoiy xodimlar o'z faoliyatini olib borishi barobarida doimiy xatlov orqali muhtoj aholini aniqlash, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda kompleks ijtimoiy xizmatlar va yordamlar ko'rsatish orqali davlat siyosatining ustuvor vazifalarini amalda bajarib kelmoqdalar. Markaz tomonidan o'tkazilgan coaching tadbiridan ko'zlangan asosiy maqsad aholining ijtimoiy xizmatlar va yordamlardan xabardorligini oshirish, fuqarolarning huquqiy bilimini mustahkamlashdan iboratdir. Tadbirda Ellikqal'a tuman Inson ijtimoiy xizmatlar markazi mas'ul xodimlari o'zlarining faoliyat yo'nalishlari yuzasidan aholiga taqdimotlar o'tkazdilar. Jumladan, Ellikqal'a tumani Inson markazi faoliyati, kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlash tartibi, ijtimoiy kartalar bo'yicha amalga oshiriladigan ishlar, aholi uchun yaratilgan imkoniyatlar, sanatoriyalarga yo'llanma ajratish tartibi, pensioner va nogironligi bo'lgan shaxslarni reabilitatsiya texnika vositalari va protez ortopediya mahsulotlari bilan ta'minlash tartibi, saxovat va ko'mak jamg'armasidan fuqarolarga yordam berish tartibi bo'yicha tushunchalar berildi. Tadbir davomida fuqarolar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar hamda muammoli masalalar bo'yicha o'z murojaatlarini bildirdilar. Shu bilan birga psixologik jamoaviy o'yin tashkil qilinib, depressiyaga tushib qolgan ayollarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayol-qizlarni oilaga qayta moslashishini ta'minlash, ularni doimiy monitoring qilish yuzasidan treninglar o'tkazildi. Mana bugun Qirg'izobod ovul fuqarolar yig'inida Inson ijtimoiy xizmatlar markazi xodimlari tomonidan coaching tadbiri bo'lib o'tdi. Bu tadbirda aholi o'ziga qiziq bo'lgan savollar bilan murojaatlar qilib, o'z savollariga javob olishdi. Bunda Inson ijtimoiy xizmatlar markazi xodimlari har biri o'z faoliyatiga tegishli bo'lgan vazifasidan kelib chiqib, aholining qiziqtirgan savollariga javob berdi. Misol uchun, bunda nafaqa oluvchilar, kimlarga nafaqa chiqadi, nogironlik sho'basi bo'yicha nogironliklarga tegishli bo'lgan har qanday yo'nalishlarga hamma o'z savollariga javob oldi. Bundan tashqari, psixologimiz tomonidan treninglar o'tkazildi. Bu treningimiz juda qiziqarli hamda savol-javoblarga boy bo'ldi. Qirg'izobod ovul fuqarolar yig'ini fuqarolar bundan juda ham mamnun bo'lib, bunday tadbirlar ko'proq o'tkazilishini so'rab, mamnun bo'lib ketishdi. Tadbir davomida taqdim etilgan ma'lumotlardan olgan fuqarolarning bilimlari va ko'nikmalari bo'yicha savol-javob tarzida suhbatlar o'tkazildi hamda faol qatnashgan fuqarolar Ellikqal'a tumani Inson ijtimoiy xizmatlar markazining esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.